Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli qadrdonlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Hammalaringizni juma ayyomlari bilan tabriklayman. Biz mana ertalabdan syomkaga keldik. Xudo xolasa bu yangi proyektim, ya'ni yangi kanal bilan shartnoma qilib ishlayapmiz. Bu telekanal mahalla telekanalini ko'pchilik biladi. O'sha telekanal bilan birinchi proyektimizni boshladik. Umr so'qmoqlari degan telenovellada xudo xolasa bugun ertalabdan kechgacha issiqqor uchastkovoy bo'lar ekanmiz. Xudo xolasa hozir jamoamiz yig'ilsa syomkani boshlab yuboramiz. O'zbekiston teleradiosidan boshlanar ekan. Mana shunaqa gaplar. Uzr, bir kundan beri istoriya qo'ya olmadim, yangiliklar qo'ya olmadim. Ozroq ishlarim ko'payib ketdi. Syomkalardan tashqari ishlarim bor edi. Mana shunaqa gaplar. Charchamanglar, sog'-omon bo'linglar. Juma kunlarini yaxshi o'tkazinglar, duoda bo'lib turinglar.